E'tiboringizni yana bir muhim faktga qaratamiz. Mahalliy biznes amaliyotida ilk bor O'zbekiston kompaniyasi 140 yildan ortiq tarixga ega, 40 dan ziyod mamlakatda tan olingan barqaror eksport tarmog'i mavjud global brendni sotib oldi. Bu yurtimiz to'qimachilik sohasida muhim voqea bo'lib, xalqaro bozorga chiqayotgan mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'lida katta qadam hisoblanadi. Buxoro viloyatidagi to'qimachilik korxonasi yirik investitsion loyihaga qo'l urdi. Xususan, Germaniyaning mashhur Kat Bauer tekstil kompaniyasi aktivlarini to'liq mamlakatimizga olib kirdi. Ya'ni Kat Bauer brendiga bo'lgan eksklyuziv mulkni qo'lga kiritdi. Loyiha doirasida avtomobilsozlik, mudofaa sanoati, aviatsiya, tibbiyot va maishiy ehtiyojlar uchun mo'ljallangan polyester va poliamid asosida yuqori sifatli texnik va uy tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbarining mana biz tadbirkorlarga yaratib berilayotgan juda katta imkoniyatlar natijasida, ayniqsa mana to'qimachilik tekstil sanoatidagi alohida e'tiborlar natijasida mana biz Germaniyaning 140 yillik tarixga ega Kurt Bauer brendini to'liq aktivlari bilan O'zbekistonga sotib olib ko'chirib kelish bo'yicha shartnoma imzolab kelishuvga erishdik. Ular bevosita kelib bizni sharoitlarimizni ko'rib, o'rganib, O'zbekistondagi investitsion muhitni ko'rgandan keyin mana shu brendni O'zbekistonga sotish haqida qaror qabul qilishdi. Prezidentimiz tomonidan videoselektorda ham mana shu brend mavzusiga juda u kishi e'tibor berib aytdilar. Sababi biz brendga ega bo'lsak, biz o'zimizni mahsulotni dunyo bozorlarida yaxshi narxlarda sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Uning natijasida mana shu O'zbekiston, Made in O'zbekiston tekstil mahsulotlari dunyo bozorlarida o'zini o'rniga ega bo'lib, mana mahalliy sanoatdagi ishlab chiqarishlarni ham biz qo'shib shu brend orqali dunyoga sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Loyihaning amalga oshirilishi natijasida 785 ta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Shuningdek, Germaniya to'qimachilik sanoatining muhim texnologik know-howlariga asoslangan muhandislik yondashuvlari O'zbekistonga olib kiriladi. Bu mamlakatning ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlash va jahon bozorida eksport salohiyatini kengaytirish yo'lida muhim qadam bo'ladi. Ma'lumot uchun, Kat Bauer kompaniyasi 1882-yilda Germaniyaning Saksoniya mintaqasida tashkil etilgan bo'lib, premium toifasidagi uy to'qimachilik mahsulotlari, uy uchun matolar, texnik to'qimachilik hamda G'arbiy Afrika uchun maxsus damask matolarni ishlab chiqarishda keng tanilgan. Uning mahsulotlari noan'anaviy dizayn, ishlab chiqarish sifati va yuqori darajadagi to'qimachilik muhandisligi bilan ajralib turadi. Yurtboshimiz tomonlaridan to'qimachilik sohasiga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bu ushbu sohaning rivojlanishiga juda katta turtki bo'ldi deyishimiz mumkin. Juda ko'plab preferensiyalar berildi tadbirkorlarga. Hozirgi kunda O'zbekistondagi to'qimachilik korxonalari, kompaniyalarimiz dunyoning 150 dan ortiq brendlari bilan birgalikda, hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Ular to'g'ridan-to'g'ri o'sha brendlarga tayyor mahsulot yetkazib bermoqda. Bu hammamizga ma'lum. Ralph Lauren, Boss, Hugo Boss, Gloria Jeans, Inditex korporatsiyasiga kiruvchi Zara hamda H&M kabi brendlarga biz o'zimiz tayyor mahsulotlar yetkazib bermoqdamiz. Mamlakatimizda sohaga qaratilgan e'tibor va imkoniyat sabab so'nggi yillarda xomashyodan xalqaro darajadagi mahsulot ishlab chiqarish milliy brendlarimizning dunyo bozorlariga kirishiga va eksport ko'lamining yuqori tempda oshishiga xizmat qilmoqda.